Aziz tomoshabinlar, hozir men sahnaga Rasul inimizga jo'r bo'lish uchun xalqimizning ichidan chiqqan mohir, xushchaqchaqchi Suhrat Davutovni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi og'inimiz xalqimizga keng to'nilgan, o'zi kulki mahirisi bo'lgan xushchaqchaq og'inimiz Rasulning kulki kechisiga kelgan qadamlardan nur yog'sin. Yana bir qatam assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hadi biz uzoq vaqtlarni olmaymiz deb o'ylaymiz, chunki Rasul og'inimizning bu xushalligiga kelib ikki qiz tabriklamasak bo'lmaydi. Bu og'inimiz o'zi hayotida shunday ko'ngilli xushxo'y o'tilgan bolalarning birisi. Bu og'inimizning xushalligida mashada nurg'ilgan hozir oldinglarda ko'ryapsizlar. Xalqimizning so'yimlik naqshchi yigit qizlari bugun mush kechilikda. O'shandan bir hafta burun musha barliq sazandi bo'lsin, naqshchi bo'lsin, musha og'inimizning yana bir cho'ng bir xushalligiga o'z jutiga berib keldik. O bo'lsa og'inimizning hayotida bir qitim bo'lgan o'linish to'yiga borgandik. Endi nurg'unlar boramidinglar? Bormaganlar bo'lsa tabriklar bir chavoqchi qo'yinglar aziz mehmonlar. Og'inimizdan xushalligi bu oydin ohida nurg'un. Endi musha 2 yosh deb qo'yamiz, mushlar to'g'riliqli yaxshi bir qisqa so'zlaydigan gapni. Mana musha ikkisi nurg'un yillar beri til tepishdi. Bir-birini yaxshi bildi, yaxshi uqdi. Rasulning qanday odam ekanligini bildi, uyda o'tamaydiganini bildi. Turib do'stimizga deymiz, nima degan shurigingiz yo'g'an. Uyda qo'nmaydiganligiga o'rgandi. Atkaligi chiqatsa kesh keldigiga o'rgandi. Mushu og'inimizning hayotiga tushangan juftiga yana bir qatim rahmatimizni aytib bir chavoqcha qo'ysin. Hani hazır zaman insulga men dedim bu ikisi bir-birini o'zlari tepishgan, o'zlari uqqan. Buna hazır savremeniy vaqt yoshlar bir-birini o'zlari topdi. Telefon orqali to'lishdi, internet orqali tonishdi. Burun zamonlarda anda tonish yo'qdi. Başada cho'nglarimiz bor deymi? Burun yaxshi ko'ramsam, ko'mamsam, yoqamdi, yoqmamdi, otani qiziqmaydi-ku. Ata-onaga yoqqan odamga qizini qo'shib etadi. Yoki bo'lmasa o'g'liga deydi, "Avning qizi alomatga olasan." O'g'li deydi, "Ota yoqmaydi" desa, oshni tilab ketadi. Bir odam bir tal qiziga ochdi deydigan, "Qizim, men degan odamning bolasiga tegsa, boshqa hech kimga tegmaysan." Ma'qul dada, uyda o'tirgan qizim. Bir kuni alomat bir yerdan deb keldim, "Qizim, ketgan boy, butkul dunyo sanga qoldi, bir tal o'g'il. Tegemsiz, tegime dada siz deysiniz. Deb tegvelip 20 kundan keyin qaytyapti, dada turamayman bunun bilan. Voy nimaga turamaysan? Voy bu so'g'aq urdi-ke dada meni. Voy urus qaytgan qizim, men seni urdigan odamga bermayman. Deb akvelip yana bir 15 kundan keyin deb kelibdi. Voy qizim, yana bir yan deb keldim sizga. Voy bu boyning bolasi, tegin qizim, ma'qul dada deb yana tegibdi. Yani bir 20 kundaki qaytyapti, voy dada bunu urib ketdi. Voy qizim, ikkinchisini xudo berdi, uchinchisini deb kelma, o'tirib uyda. Deb bir kuni deb kelibdi, voy qizim, konkret niyatni deb keldi. Voy esil yeri bor degan qizim buning. Voy bu bola avariyaga tushib, ikki qo'li chaynakdan usilib ketgan, cho'laq. Desa qizim, u yaxshi bo'ldi, uramaydi, tegima. Deb tagli debdi, takkizib qo'yibdi, bir oydan keyin qaytib kelibdi. O'tgan tayoqlar tayoqmi, budoqisida üst ko'zini shitlash etdi. Voy dada, buni urib ketdi. Biz voy bu cho'laq qandoq urdi? Biz boy emasmi, qo'shniz Mehmetning bolasi oqchib urg'iz dedik aytaylar. Shuning usanglar ko'ygan, usanglar so'ygan yoringlar bilan chuqlishinglar. Endi gap desak, nihoyatda nurg'un. Hozir men mashada yaxshi chiroyli qiziq gapimni Dashtim burun men yordamga bugungi kechilikning guvochisi bo'lgan xalqimizning sevimli yigiti Rasul Zaitovni taklif qilgan bo'lsam, bir chavoqchi qo'yasiz mehmonlar. Ana ko'z oldinglarga kelinglar. Maktab vaqti, isil vaqt 6-dars. Bolalarning hammasi yerib ketib, tarix dars bo'yitdi. Muallim shunday tushuntirib so'zlab atgan.
hürmetli o'quvchilar, sizlar yaxshi bilasizlar. 39-yili Nemisning soldatlari Sovetga besib kirgan. Sovetning soldatlari yaxshi so'qishgan uchun Berlinni olgan. Sovetning bolalari Berlinni olgan. Deb klassning keyinda orlab kesib, Stazi Shoh Imramziyev çattığı yok oyunu otağıdaki. Hey İmramziyev. Hey İmramziyev. Hey İmramziyev. O malim. Ne yapıyorsun? Ha? Ne böyle otursun? Sizni tingshayapman malim. Meni tingshayapsınız. Ha? Meni tingshayotgan bo'lsangiz, hozir men nima dedim? Tingshayotgan bo'lsangiz dedingiz. Ya. Ya ben bunun aldığını nima dedim bana o'quvchilar shunday qandan tushuntirdim. Berlinni kim olgan? Kimni? Berlinni. Malim men anladim. Sen beni sağlık vatlansa ben ders sonra vatma. Berlinni kim olgan da vatma. Malim men anladım deymi. O şimdi bir nimani jutsa men tilni ko'rsatgan men krayniman men shu yerda boshqa bal yo'qmi kabada. Bunun nurdavatında sen beni sağlık vatlansa. Şunca o'quvchining oldida sen beni sağlık vatlansa. Mangçır ata-onangga bir meselesini mangdina. Ne hıkı muallim yütlep üyesi kelse. Hıkı İmramziyevning opsi çatlaq diye kırışılıp otağıdaki. Assalomu alaykum. Günler malim qanaqasiz? Keling çay ichishga uyga kirib. Rahmat, ben aldıraş. Ha. Ben aldıraş. Voy nima bo'ldi? Klasda bolalarni tashlab qo'yib keldim. O'g'lingizning gapi bilan kelib qoldim bu yoqqa. Nima deydi bu? Uni bolangizga bir nima deb qo'ysangiz. Nima deydi u? Men Berlinni kim oldi desam, men olmadim deb meni bolalarning oldida sog'liq qilyapti bolangiz. Hazır. Hazır Günler malim. Uyga kirsangiz mamda Günler malim. Ya rahmat, ben aldıraş. Hey Günler malim. Ha. Mushu sizlarning maktabinglarda deyman. Ha. Mening balamdan boshqa bal o'qimamdi ekan. Ha? Aso 30 balning ichida imeni mening balam olamdi ekan. Mening balamni qo'li nima agirmi ekan? Ha? Nima sarangmi ekan yo gosmi ekan men balam? Ya Allah. Keçirivittin. Op soramı keçirivittin. Dep to'xtab turib uyga kirib baqay. Dep dadisini eniga uyga kirsa, dadisi chattaq deb televizor ko'rib o'tagan paytga. Assalomu alaykum. Uy, Günler malim. Çay Rahmat. Rahmat. Aka, mana siz bo'lsangiz bir balangizga durust baran qilib qo'ying. Nima deydi? Men Berlinni kim oldi deb so'rayapman. Men olmadim deb meni sog'liq qilyapti, durust tushuning. Kimni deysiz? Nima deysiz? Voy Berlinni kim oldi deyapman men. Çaldın mı? Çaldın mı deme? Çaldın mı deme? Voy balığı tagini. Sundurib etmem ben bunu. Sundurib etmezim ben. Voy o'zingizni tuting. Ağam bo'lsang qoldim da. Ya o'zingizni tuting, men durust tushuning. Berlinni kim oldi deyapman, Berlinni. Hamda Gulnar malim onu unchalik terib ketamdi ekan. O'zingizni besh o'ylang. Bizni uy kapsiz. Ha. Hamda bu baliq ağam bo'lsinmi, ağamdir. Hamda o'ynab buraya qo'ya. Bo'lmasa aslida yengiz qancha turdi ekan, men birni yipray. Berlinda qancha turdi ekan. Rahmat deb muallim chidamay yig'lab ko'chaga chiqib ketdi deydi. Ko'chada yig'lab ketmasa 80 dan oshgan o'rni saqam mamay o'tag'ida. Günler malim. Uy. Gündük gülüp jürettiniz bu yığılap da kapçın. Kim buldunuz? Qo'shnilarimiz. Voy men Berlinni kim oldi desam, bisamıdık deyapti. Ve kim ne? Berlinni kim oldi desam, bisamıdık dedi ya qo'shnilar. Berlinni? Berlinni. Uy. Bunu İmrem dayı tıplama. Aşı İmram Zeyt durma. Uy. Ula açta kadem. Hey mening oramni bir oy oldu ochib ketib, bushkamgacha bizning deb bermaydi. Ha? Ya Allah, halkı mamayla sözgü muallim çıkmay boş. Ne bu de? Men doktor chaqiray. Oy, halkı muallimle skori kelib, doktorga apırıp aran deganda o'ziga aq qo'ysa, ashmanning uchastkavoy kirib ketdi. Hürmetli Gülnar malim. Siz o maktabga chiqmasangiz bo'lmadi.
Балларыңыз тенеп қалды. Балларыңыз көчіп жүгіре жүрді. Малим ичмейді, өзіңіз жақсы білсіз. Тем более бұл оғыр тұтыш малимланы оқыт емес, милиционерланы оқыты. Имрамзиев Берлиннің ағыны бойыны қалды. Бірақ қай қойғын тапамады. Aştaq biçar malimni öldürüp bittik. Kene rahmat aziz mehmonlar. Rasul Said bir cevap etmeniz mehmonlar. Suhrat Davutov bir cevabыңыз.